16-misol. 72 ming ning nechta natural bo'luvchisi 8 ga bo'linib 9 ga bo'linmaydi deyilgan. 72 mingning natural bo'luvchilari tarkibida 8 ga bo'linib 9 ga bo'linmaydigan aniqlashimiz uchun o'sha 72 ming natural bo'luvchilarni biz qanday ko'rinishda ekanligini bilishimiz kerak. U son o'zi biron bir a sonimiz 8 ga bo'linib 9 ga bo'linmasligi uchun 8imiz 2 ning kubi. Demak, o'sha a sonning tarkibida kamida 2 ning uchinchisi yoki undan yuqori darajada bo'lishi kerak. 9 ga bo'linmaydigan bo'lishi uchun uni tarkibida 9 3 ning kvadrati bo'lganligi uchun 3 bo'lishi kerak bitta yoki bo'lmasa 3 umuman bo'lmasligi kerak. 3 nolda bo'lishi kerak o'sha son tarkibida yoki 3 kam bitta bo'lishi mumkin. Ikkita bo'lib ketadigan bo'lsa yo 3 ta yo 4 ta bo'lib ketadigan bo'lsa 3. Bu 9 ga bo'linib qoladi. Biz 72 mingni kanonik yo'lmasini yo'lib chiqqan paytimizda ko'ramiz. 2 ga bo'linadi 36 ming. Yana 2 ga bo'linadi 18 ming. Yana 2 ga bo'linadi 9 ming. Yana 2 ga bo'linadi 4500. Yana 2 ga bo'linadi 2250. Yana 2 ga bo'linadi 1125. Hop, bu 3 ga bo'linadi 375. Bu endi yana 3 ga bo'linsa 125. Bu 5 ga bo'linadi 25. 25 5 ga bo'linadi 5. 5 5 ga bo'linadi 1. Demak, 7000 72 mingimiz teng ekan 2 ning 3ta 6-si ko'paygan 3 ning 3-si ko'paygan 5 ning 3-si. 3 ning kvadrati ekan. 3 ning kvadrati 5 ning 3-si ekan. Xo'p. Endi biz bildik buni natural bo'luvchilarning tarkibida turgan 3 8 ga bo'linib 9 ga bo'linmaydiganlarning tarkibida 2 ning 3-si yoki 3 ning birinchisi yoki 3 bo'lmasligi kerak ekan. Bu yerda bizda 2 bor, 3 bor, 5 bor. Demak, 3 xil sonimiz bor. A, B, C. Bunda 2 qatnashganlarida kamida 2 ning 3-si bo'lishi mumkin, 2 ning 4-si bo'lishi mumkin, 2 ning 5-si va 2 ning 6-si bo'lishi mumkin. Chunki 2 ning 6-darajasi. Xo'p, 3 qatnashganlarida 3 bo'lmasligi mumkin. Yo'lda yoki 3 ning birinchisi bo'lishi mumkin. 3 ning ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa 9 ga bo'linib qo'yadi u. Bo'linmasligi kerak. Endi 5. 5 ga keladigan bo'lsak, 5 bo'lmasligi ham mumkin. 5 ning birinchisi ham bo'lishi mumkin, 5 ning ikkinchisi ham bo'lishi mumkin, 5 ning uchinchisi ham bo'lishi mumkin. 5 bu yerda ahamiyatsiz. Asosiysi bo'lmasligi ham mumkin, birinchisi bo'lishi ham mumkin, ikkinchisi bo'lishi ham mumkin, uchinchisi bo'lishi ham mumkin deb tasavvur qilamiz. Endi bu yerda 2 ning 3-si qatnashgan sonlar bitta, 2 ning 4-silar ikkita, 2 ning 5-si 3 ta, 2 ning 6-si 4 ta. 3 qatnashmaganlar 7-si bular 4 ta 2 darajasiga ko'ra ko'paygan. 3 qatnashmaganlar bitta, 3 qatnashganlar bitta. Demak, 2 ta ko'paygan. 5 qatnashmaganlar bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Demak, 5 ga ko'ra 4 xil bo'lishi mumkin. Ko'paytiradigan bo'lsak, 4 kira 2 8, 8 kira 4 32. Demak, 32 ta son 8 ga bo'linib 9 ga bo'linmas ekan. 17-savolga o'tamiz. 17-savol. A plus AB plus ABC teng BCB bo'lsa, A ning kvadrati plus B ning kvadrati plus C ning kvadrati teng so'roq deyapti. Bu yerda aytyapti ABC'lar turli raqamlar. Mana shu joyga e'tibor beramiz. ABC'lar turli raqamlar. Xo'p. Endi yana bitta narsaga e'tibor beramiz. A plus B plus C teng emish oxirgi raqam. Mana shu yig'imning oxirgi raqam B ekan. Mana bu yerdan bildik. A ga B qo'shildi, C qo'shildi. Oxirida yana B chiqdi. Xo'p. Endi biz buni xona birliklarga ajratib yozib olamiz. Ya'ni A plus 10 ta A plus B plus 100 ta A plus 10 ta B plus C teng 100 ta B plus 10 ta C plus B. Xo'p. Bu yerda A larni yig'ib chiqsak 111 ta A teng
B va C'larni bu tomonga o'tkazaveramiz. Xo'p, u 100 tadan 10 tani ayırsam 90 ta, yana bittani ayırsam, evet, 10 ta 100 taga bittani qo'shsam 100 bitta, undan 11 tani ayırsam 90 ta B plus, xo'p, bu tomonda 10 tasi bor, bittasini bu tomonga o'tkazib ayiradigan bo'lsak 9 tasi. Endi A, B, C'lar raqamlar. Bular raqamlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkalasi ham 9 ga bo'linadi. Ya'ni bu tomon 9 ga bo'linadi. Demak, bu tomon ham 9 ga bo'linishi shart. 9 ga bo'linishi uchun mana bu A'miz bo'lishi mumkin 3, xo'p, 6 va 9. Demak, A 3, 6, 9 bo'lganda 111 ga ko'payib 9 ga bo'linadigan son bo'lar ekan. Bu tomon 9 ga bo'linganligi uchun. Xo'p, endi agar A ni 3 deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu 333 A bu 333 qoladi. 111 ga ko'paytirsak A ni teng 90 ko'paygan B plus 9 ko'paygan C. Xo'p, 333 bo'lish uchun bu yig'indimiz B ni o'rniga 3 qo'ysak 270, B bo'lsa 3 bo'lsa 270. O'zi B 203 bo'lishi mumkin emas. Chunki A, B, C'lar boya aytdim, turli xil raqamlar. Bo'ldi. Demak, biz 3 qo'ya olmas ekanmiz. 3 qo'ya olmas ekanmiz. O'z-o'zidan agar 3 qo'yadigan bo'lsak, B ham 3 bo'lishiga majbur bo'lib qolar ekan. Biz 3 qo'ya olmas ekanmiz. Demak, A ni o'rniga teng 6 ni qo'yib ko'ramiz biz. 6 ni qo'ysak 666 teng 90 ko'paygan B ni o'rniga necha qo'ysak bo'ladi? 666 bo'lish uchun hop 7 qo'yamiz plus 9 ko'paygan 600 630 bo'ladigan bo'lsa 36 bo'lishi kerak. 4 qo'yar ekanmiz. Mana biza B ni ham C ni ham topib oldik. Demak, A teng ekan 6 ga, B teng ekan 7 ga, C teng ekan 4 ga. Xo'p, bularni kvadratlar yig'indisi. Kvadratlar yig'indisi so'ralgan. 36 plus 49 plus 16. Xo'sh, 101. Demak, javob 101 ekan. A javob ekan. Keyingi misolimizga qaraymiz. Keyingi misolimiz 18-misol. 18-misolda aytilyapti, n natural sonini, bitta n soni bor ekan, uni 49 ga, u sonini 48 ga ham 49 ga ham bo'lganimizda qoldi 47 bo'lar ekan. Xo'p, 48 ga ham n sonini 49 ga ham bo'lganimizda qandaydir a bo'linma chiqadi. 47 qoldiq bo'lar ekan. Bunda ham, bunda ham. Xo'p, qaysi sonni 48 ga ham 49 ga ham bo'lganimizda 48 ga ham 49 ga ham bo'lganimizda 47 qoldiq chiqadi. Qachonki o'sha n soni 48 dan ham 49 dan ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, demak bu sonimiz 47 bo'lsin. 47 bo'ladigan bo'lsa, 47 ni 48 ga bo'lsak ham 47 qoldiq chiqadi. 47 ni 49 ga bo'lsak ham 47 qoldiq chiqadi. Bunga sabab kichik sonni o'zidan katta songa bo'lsak, qoldiq kichik sonning o'zi bo'ladi degan xossa. Xo'p, shu xossadan foydalanamiz va buni 47 deb tasavvur qilamiz n sonini. 47 bo'ladigan bo'lsa, 47 ni bo'lsak 42 ga qoldiq 5 bo'ladi. Qoldiq 5 bo'ladi. Demak, C javob. 19-misol. 19-misolda shunday deyilgan: 2, 22, 222 va hokazo va hokazo, oxirgisiniki 100 ta 2 dan iborat bo'lgan son ekan. Shu sonlar ketma-ketligining nechta hadi 7 ga karralanishi. 7 ga karrali degani shu sonlardan qaysilari 7 ga bo'linadi degan ma'noda aytilyapti. Xo'p, biza agar hamma raqamlar bir xil bo'lgan sonlarning ichida 7 ga bo'linadiganini ko'radigan bo'lsak, bu 111.111 son. Barcha raqamlar bir xil bo'lgan 7 ga karrali son, bu 111.111 son. Mana shu son 7 ga bo'linadi. Endi mana bu yerda bitta xossa bor. Agar ko'paytmaning biron bir hadi bo'linuvchiga bo'linadigan bo'lsa, misol uchun a
ko'paytgan b 7 ga bo'linadigan bo'lsa yoki b yoki a 7 ga bo'linadigan bo'lsa, a ko'paygan b ham 7 ga bo'linadi deyilgan. Biza xuddi shu xossadan foydalangan holatda mana bu sonlarni 2 ko'paygan 1, 2 ko'paygan 11, 2 ko'paygan 111 va hokazo hokazo 2 ko'paygan 100 ta 1 dan iborat bo'lgan sonni ko'paytmasi tarzida yozib oladigan bo'lsak, 6 ta 1 qatnashgani, chunki bunda 6 ta 1 qatnashgan, 6 ta 1 qatnashgani 7 ga bo'linadi. Bular ketma-ket mana shu tartibda oshib borgan birlar soni mana. Biza 6 ta 1 qatnashgani 7 ga bo'linadi demak. 12 ta 1 qatnashgani 7 ga bo'linadi. Va hokazo 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 ketaveradida oxiri 96 ta bir qatnashgani 7 ga bo'linadi. 6, 12 va hokazo hokazo 96 ta bir qatnashgani 12 ga 7 ga bo'linadi. Endi shularni soni nechtaligini topsak, 7 ga bo'linadigan son nechtaligini topsak bo'ladi. Biz 96 ni shuni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 16 ta mana shunday son bor. Ya'ni 110 1111 soniga karal bo'lgan 16 son bor. Bular 7 ga bo'linadi va 7 ga karal hisoblanadi. Demak, 16 degan javob bo'ladi. Keyingisi 20-savol. A katta bo'lsa B'dan katta bo'lgan A, B natural sonlar uchun I kub AB plus I kuk AB teng ekan 61 ga. Hop. Tenglik o'rinlab bunday AB juftliklar sonini toping. Bunday juftliklar nechta demoqchi ekan? Deyilgan ekan. Hop, qaraymiz. Birinchi A va B ni shunday ifodalash mumkin. I kub bo'lsa, misol uchun A teng deylik. Biron bir G ko'paygan X ga. B teng deylik. Bironta G ko'paygan Y ga. Endi ikkalasi ham umumiylari bor, shuning uchun ham shunday tartibda yozib oldik. Endi I kub AB teng bo'ladi. I kubini tanlashda kichiklarining darajasi kichiklarini tanlab oladi. Demak, G bo'ladigan bo'lsa, G ni oladi xolos I kubda. I kub AB da bir xillarini ham oladi. Bittasini ko'paygan mana bu x, y lar o'zaro tub sonlar. Chunki bular umumiysi yo'qda bular ichida. Demak, bular o'zaro tub. X ko'paygan y ni ham oladi. Mana biz A i kubni ham ifodalab oldik. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, g plus gx y teng 61 ga. Endi bu yerdan g ni chiqarib oladigan bo'lsak, 1 plus x y teng 61. Endi ko'paytma tub sonligini ko'rib turibmiz, chunki 61 tub son, demak g 1. Tasavvur qilaylik. G 1 bo'lsa, 1 plus x y'imiz teng bo'ladi 61 ga. Bu yerdan x y'imiz teng bo'ladi 60 ga. X y'lar tub sonlar edi. Boya biz ko'rdik, x y'lar tub sonlar edi. Endi x y tub son bo'ladigan bo'lsa, mana shunday tub son bo'ladigan juftliklar nechta? 60 bo'ladigan yig'indisi 1 bilan 60 bo'lishi mumkin. Xo'p, 1 va 60, 3 va 20, 4 va 15, xo'p, 5 va 12. Xo'p, buni sanaydigan bo'lsak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Demak, jami 4 ta xuddi shunday A va B sonlar juftligi bor ekan. Jami 4 ta. Hop, 20-misol ham ketdi. Xo'sh. Keyin esa 21-misol. Demak, 21-misol. 21-misolda hisoblang berilgan. 7 taqsim 10 plus 1 taqsim 4 bo'lingan 5 taqsim 6
ayrilgan 2 taqsim 3 minus 9 taqsim 10 ko'paygan 1,3 dan 1. Xo'p, hisoblaymiz. Yig'imdan hisoblab oladigan bo'lsak, umumiy maxraj bersam, 28 plus 10 taqsim 40. Mana bu ayirmamiz, mana bu 3 bo'lganligi uchun 6 bo'lish uchun shunchaki 2 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni umumiy maxraj bersam, 5 ayrilgan 4 bo'ladi, 1 taqsim 6. Mana bu bo'linma bo'lganligi uchun ko'paytiruvga aylantirish uchun 6 taqsim 1 deb yozib olaman. Xo'p, ayrilgan. Xo'p, mana bu ko'paytmamiz 9 taqsim 10 ko'paygan. Mana bu aralash kasr bunga ko'paytirish uchun nodir kasrga aylantirsam 4 taqsim 3. Xo'p, 28 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsam 38 taqsim 40 ko'paygan 6 taqsim 1 minus mana bu 9 bilan 3 ni qisqartiradigan bo'lsam 3, 4 bilan 10 ni 2 ga qisqartiradigan bo'lsam 5 ga 2, 3 kere 2 6 taqsim 5 ni o'zi. Endi ikkalasida ham 6 ishtirok etganligi uchun ikkalasidan ham 6 ni hosini tashqariga chiqaraman. Mana ikkalasida ham 6 bor. Mana buni mahraj 5 bo'lganligi uchun 8 ga ko'paytirib qo'yaman. Mana. Ikkalasida ham 6 ni chiqarib ketdim. 40 qilish uchun 8 ga ko'paytiraman. Shunda bu 38 ayrilgan, bu yerda 8 o'zi 8 taqsim 40 qoladi. Xo'p, 6 ko'paygan 30 taqsim 40. 10 ga bo'lib qisqartirib yuborsam ikkalasini ham 3 taqsim 4 bo'ladi. 3 bilan 6 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsam 2 ga 3, 2, 3 kere 3 9 bo'lib qoladi. Demak, 9 taqsim 2. 9 taqsim 2 A javobda turibdi mana. Keyingi bitga o'tamiz. Yigirma ikkinchi savol shunday savol berilgan. X, Y natural sonlari uchun xo'sh 22 misol. X, Y natural sonlari uchun x ning y ga nisbati teng 1,24 davrida 3 bo'lsa x plus y ning eng kichik qiymatini toping. X plus y ning eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Y ning eng kichik qiymati. Xo'p. Mana x y ga bo'lganda bu kasr ko'rinishga o'tadi, chunki ikkalasi ham natural son. Buni kasr ko'rinishda, ya'ni noto'g'ri kasr ko'rinishda tasvirlab olamiz. Xo'p. Demak, x ning y ga nisbati teng bo'ladi. 1 noldan farqli bo'lganda yozmasdik. Noldan farqli bo'lmasa yozib olamiz. Xo'p, suratga virguldan keyin turgan barcha sonlarni yozib olamiz. 243. Undan ayiramiz o'rtadagi sonni 24 ni. Virgul va davr orasidagi son. Mahrajga yozamiz. Davrda ichida nechta son bo'lsa shuncha 9. Orasida nechta raqam bo'lsa shuncha 0. 2 ta 0. Hop. 243 bo'lsa 1,9 1 219 taqsim 900. X ning y ga nisbati teng 1119. 1119 taqsim 900. Hop. X plus y ning eng kichik qiymatini toping deyapti. Eng kichik qiymatini topish uchun buni qisqartirish kerak. To qisqarmay qolguncha qisqartiramiz. Hop, bo'linsa mana bular qisqartirib ko'rsak, bu 3 ga bo'linadimi? 3, 9, 12 bo'linyapti. 3 ga bo'lamiz buni. 3 ga qisqartiradigan bo'lsak, bu 373 bo'lar ekan. Bu 900 3 ga bo'ladigan bo'lsam 300. Demak, 373 tub son mana shu holatda qoladi. Demak, x'imiz shunda bular natural son bo'lganligi uchun x'imiz 373, x'imiz teng 373, y'imiz teng 300. Ikkalasining yig'indisi 673 bo'ladi. De javob. Keyingisi 22-misol.
22 misol. 23 misol. 0,1 bo'lingan 0,100 qo'shilgan 0,1 ko'paygan 100 plus 10 bo'lingan 0,1 bo'lingan 0,1. Xo'p, xo'p, mana shunday misol berilgan. Xo'p, qaraymiz. Biza buni yozib olamiz. 0,1 bo'lingan 0,100 plus 0,1 ko'paygan 100 plus 10 bo'lingan 0,1. Bularni oddiy kasr ko'rinishiga o'tkazadigan bo'lsam 1 taqsim 10, 1 taqsim 100 plus 1 taqsim 10 ko'paygan 100 plus 10 taqsim 1 taqsim 10. Xo'p. Bu yerda 100 eng tepaga chiqadi, bir bunga chiqib ko'payadi. Aa, 100 taqsim 10 bo'lib qolar ekan bu, plus 100 bilan 10 ni qisqartiraversam 10, ya'ni 10 plus 10 eng tepaga chiqadigan bo'lsa bu 100. Xo'p, 100 ni 10 ga bo'laradigan bo'lsam 10. 10 plus 10 plus 100. 120 degan javob chiqar ekan. Demak, javobimiz 120 B javob. Demak, keyingi savolimiz 24-savol. 24-savol quyidagicha 2 butun davrda 18 ko'paygan 1 butun davrda 2 qo'shilgan 2 taqsim 3 taqsim 5. Xo'p, sof davriy cheksiz o'nli kasrlarni oddiy aralash kasrlarga aylantirish uchun butun qismi noldan farqli bo'lsa o'zini yozamiz. Suratga qavsni ichida, ya'ni davrda ichidagi sonni yozamiz. Mahrajga davr ichida nechta raqam bo'lsa shuncha 9 qo'yamiz. Mana ikkita 9 ko'paygan 1 butun 2 taqsim 9, bitta 9 bo'lgani uchun plus 2 ko'paygan 5, ya'ni bu suratga ko'payib ketsa taqsim 3 teng. Teng. Aralash kasrlar mana shu holatda berilgan. Endi biz aralash kasrlarni qisqaradigan, qisqartirish, ko'payadigan, ko'paytirish uchun xo'p, noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz. 2 ga 99 ni ko'paytirib 18 ni qo'shamiz. 216 taqsim 99 ko'paygan 11 taqsim 9. Xo'p, 216 bilan 9 qisqarib ketsa bu yerda 24, 11 bilan buni 11 qisqarib ketsa 9. 24 dan 9 ham 3 ga bo'linadi. 24 ni 3 ga bo'lsak 8, 3 ga bo'lsak 3 plus 10 taqsim 3. Xo'p, 8 ga 10 ni qo'shsam 18, mahrajda bir xil bo'lganligi uchun mahrajda 3. Javob 6. Demak, javobimiz 6 chiqar ekan. Javob. Quyidagi savollardan nechtasi standart shaklda to'g'ri tasvirlangan? Xo'p, sonlar standart shaklda tasvirlanish uchun virguldan avval faqatgina bittagina noldan farqli bo'lgan raqam bo'lishi shart. Xo'p, birinchisiga qaraymiz. Birinchisi, yana ozroq kattalashtiraman. Virgul oldinga qarab surilgan. Aslida virgul bu yerda turibdi. Virguldagi 0 bor, ahamiyati yo'qdek ko'rinib turibdi. Virgul to bu 1 bilan 2 ning orasiga surilgan. Bitta, ikkita, 3 ta son surilgan. Demak, 3 ta son surilgan paytda 1200 soni kichrayaptimi, kattarayaptimi? O'sha narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar kichrayadigan bo'lsa son 10 usti musbat 3 qo'yiladi, plus 3 qo'yiladi mana. Bu to'g'ri. Mana birinchisi bu standart ko'rinishda. Agar son kattalashib ketadigan bo'lsa, 10 usti manfiy son qo'yilishi kerak. -3, -4 shunday son qo'yilishi kerak. Mana bu yerda 0 butun nechi virgul mana 1 gacha surilgan. Bu aslida o'zi bu standart shaklda emas. Sababi standart shaklda bo'lishi uchun boya aytdim, virguldan avval faqat bittagina son bo'lishi kerak. Bu yerda ikkita son bor. Bu standart shaklda emas, ketdi. Xo'p, mana bu ham standart shaklda emas. Sababi buni virguldan avval faqatgina noldan farqli bittagina raqam bo'lishi kerak degan 0 turibdi. Xo'p, keyingisi bu ham standart shaklda emas. Xo'p, mana bu
Virgül nechta surilgan? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita surilgan. Bu son kattalashgan. Kattalashganligi uchun minus. Bu to'g'ri, beshinchisi to'g'ri. Hop, yettinchisi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, beshta surilgan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Beshta surilgan, unisi minus 5 bo'lishi kerak edi. Unisi minus 4 turibdi. To'rtta surilgan deyiladi. Bu ham xato. Demak, 1 bilan 5 degan javob to'g'ri bo'ladi. Sonlar nechtasi? Ikkitasi. B javob. Keyingi misol. 26 misolimiz. 26 misolda hisoblang deyilgan 3 butun 3 butun. Buni birdan ishlab ketaylik shu yerga. Hop. Ichadigan bo'lsak, mana bu aralash davriy, cheksiz davriy o'nlik kasr. Buni 3 butun 83 minus 8 taqsim 90 deb noto'rtasiga aylantiramiz. Minus 4 butun 125 ayrilgan 12 taqsim 900 plus 2 butun 57 minus 5 taqsim 90. Hop, teng. Bularni mana oddiy kasrga aylantirib oldik. Endi hisoblashimiz uchun bularni hammasini hisob kitobini qilib olamiz. Mana suratlarini. Hop, 3 butun 90dan 83dan 8 ayiradigan bo'lsak 75. Hop, minus 4 butun 900dan 125dan 12 ni ayiradigan bo'lsak 103. 113. 113 plus 2 butun 52 taqsim 90. Ishlatganlik. Mana bu ko'rinishga o'tdi. Endi birinchi bo'lib mahrajlar bir xillarni hisoblab olamiz. 3 ga 2 qo'shiladi. 3 ga 2 qo'shiladi. 5 butun 90 dan o'rtasiga plus qo'yib turay, chunki bu noto'rtasiga aylanib qolar ekan. 3 ga 2 5 qo'shilgan. 75 ga 52 ni qo'shamiz. 127. 127 taqsim 90. Mana bu noto'g'ri kasr bo'lganligi uchun buni to'g'ri kasrga aylantirib keyin qo'shamiz. Mana bu tomonga ayruvni qo'yib 4 butun 900 dan 113 deb yozib qo'yay. Teng 127 ni 90 ga bo'ladigan bo'lsam 1 butun 5 plus 1 butun 90 dan 37 teng. 5 ga 1 qo'shilsa 6. 113. 6 butun 90 dan 37 ayrilgan 4 butun 900 dan 113. Buni mahrajini 900 qilish uchun bitta 0 beradigan bo'lsak, mana shu holatga keladi. 6 dan 4 ni ayirsam 2, 370 dan 113 ni ayiramiz endi. 370 dan ayiramiz 113 ni. 257. 900 dan 257 ko'rinishiga keladi. Endi buni mana bunday cheksiz davriy o'nlik kasr ko'rinishida ifodalashimiz kerak. Bu yerda bizlarda javoblar turibdi. Mana B javob o'z-o'zidan chiqib ketdi, chunki bizlarda 3 yo'q. 3 butun nechta degan javob yo'q. 2 2 2 shunda qolyapti. Endi 257 900. Demak, qavs ichida qavsdan tashqarida ikkita son bo'lishi kerak. Bu ham ketdi. Mana qavs bilan orasida ikkita son bo'lishi kerak. Mana bu yerda ikkita 0 borligi mana shu narsaga bog'liq. Endi bizga qolyapti 2 butun 25 davrda 8, 2 butun 28 davrda 5 qolyapti. Endi davrda 5 mi, 8 mi shuni bilishimiz kerak. 257. Bularni shunchaki aylantirib ko'rib bilsak ham bo'ladi. Asosiy javob 257 taqsim 900. Demak, mana bu javob bo'lar ekan. 26-javob. 27-savol. 1 bo'lingan 2 bo'lingan 3 plus 2 bo'lingan 4 bo'lingan 6 bo'lingan ayrilgan 3 bo'lingan 6 bo'lingan 9. Xo'p. 1 taqsim 2 taqsim 3 plus 2 taqsim 4 taqsim 6 plus minus 3 taqsim 6 taqsim 9 teng. Xo'p.
Mana bu bunga o'tadi. Sababi birinchi 2 ga bo'linib yana 3 ga bo'linyapti. Shuning uchun ham 1 taqsim 6 bo'ladi. Bu qo'shilgan 2 taqsim 2 4 ga bo'linib yana 6 ga bo'linyapti. Shuning uchun ham 2 taqsim 24 bo'ladi. 6 ko'paygan 4. Ayrilgan 3 taqsim 54 bo'ladi. Xo'p. Mana buni qisqartiradigan bo'lsam 12 ga qisqartiradigan bo'lsam 54 ni 3 ga bo'layotgan bo'lsam 18. Xo'p, 1 taqsim 6 qo'shilgan 1 taqsim 12 ayrilgan 1 taqsim 18 degan misol hosil bo'lyapti. Endi mana buni birdaniga 2 ga ko'paytiraveramiz. 2 ga ko'paytirsam 2 ga 1 qo'shiladi. 3 taqsim 12 minus 1 taqsim 18 bo'lib qoladi. Xo'p, 12 bilan buni 3 ga qisqartiradigan bo'lsam 1 taqsim 4, 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 18. 36 9 ga ko'paytiraman. Mahraj egalasi uchun 2 ga ko'paytiraman. Xo'p, 9 dan 2 ni ayrsam 7 taqsim 36 degan javob bo'ladi. D javob. 27-savolim ketdi. Keyingi bitga o'taman. 28-misol. A, B natural sonlar uchun 4 dan katta ekan, A undan 8 katta ekan, B katta ekan, keyin 15 bo'lsin. A ni B ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlari ko'paytmasini toping. Xo'p, A bilan B ni qabul qilishi mumkin. 4 dan katta son 5, A'miz bo'lishi mumkin, teng bo'lishi mumkin 5 ga natural son bular. 6 ga, 7 ga. B teng bo'lishi mumkin 8 dan katta 15 gacha bo'lgan sonlar. 9 dan boshlab to 14 gacha bo'lgan sonlarga. Xo'p, endi aytyapti, eng katta bo'lish uchun A taqsim B. A eng katta bo'lishi kerak. A taqsim B eng katta bo'lishi uchun, ya'ni A eng katta qiymati 7, B eng kichik bo'lishi kerak. B ning eng kichik qiymati 9. 9. Xo'p, ko'paygan eng kichik bo'lishi uchun A eng kichik bo'lishi kerak 5, B eng katta bo'lishi kerak 14. Mana 14 bilan 7 qisqarsa bu yerga 2, 5 taqsim 18 bo'ladi javob. D javob mana. Xo'p, mana bu misolga qaraymiz. Keyingi misolimiz 1 qo'shilgan bu. Tepadan kelamiz, ishlashni boshlashdi. 1 plus 1 taqsim 2 birinchi surat qismini ishlab oladigan bo'lsak, ya'ni 1 plus 1 taqsim 2. Yana mana bu yerga ham 1 taqsim 2. Eng tepani ishlasam 1 plus 1 taqsim 2 bu 3 taqsim 2 ni beradi. Demak yozaman. 1 plus 3 taqsim 2 taqsim 1 taqsim. Xo'p, shuni bo'laklarga bo'lib ishlasak osonroq bo'ladi. Xo'p, ya'ni birinchi bo'lagini ishlab oldim. Mana 1 plus 3 taqsim 2 taqsim 1 taqsim 2 degan misol bo'lyapti. Shuni bunga ko'paytirib suratga qo'shiradigan bo'lsam, 1 taqsim 2 plus 3 taqsim 2 taqsim yana 1 taqsim 2 bo'lyapti. Teng. Buni qo'shsam 4, 4 ni 2 ga bo'lsam 2, 2 taqsim 1 taqsim 2. 2 ni 1 taqsim 2 ga bo'lsam 4. Bu qisqa tomonga aylanib ketadi. Demak, mana bu surat qismi 4 bo'lib qoldi. 1 plus 4 taqsim 1 taqsim 2. 4 yana 1 taqsim 2 ga bo'ladigan bo'lsa 8, 1 plus 8imiz 9 bo'ladi. Javob B javob. Keyingi savolga o'tamiz. 30-misol. 2 butun davrda 5. Bu 2 butun 5 taqsim 9 bo'lingan 5 butun 9 dan 1 qo'shilgan 8 taqsim 9 bo'lingan 1 butun 9 dan 7. Xo'p. Bularni birdan noto'g'ri kasrga aylantirib olsak 23 taqsim birinchisi 9 bo'lingan 46
taqsim 9 qo'shilgan 8 taqsim 9 bo'lingan 16 taqsim 9. Xo'p, 23 taqsim 9 ko'paygan 9 taqsim 46 plus 8 taqsim 9 ko'paygan 9 taqsim 16. Xo'p, 23 bilan 46 qisqarsa 2, 9 bilan 9 qisqarib ketdi. Bu yerda ham 9 bilan 9, 8 bilan 16 2. 1 taqsim 2 qolyapti bu tomonda. Buni ustida ham 1 taqsim 2 qolyapti. Qo'shsak natija 1. Javob C javob. Keyingi savol. 7 taqsim 111 soni cheksiz davriy o'nli kasr ko'rinishiga keltirildi. Hosil bo'lgan sonning virguldan keyingi 100 raqamini toping. Virguldan keyingi 100 raqamini toping. Xo'p. Demak, cheksiz davriy o'nli kasr bo'libdi bu. 100 raqamini topishimiz kerak ekan. Demak, buni davrini aniqlashimiz kerak va shunga qarab 100 raqamini topsak bo'ladi. 7 taqsim 11, 111. 7 taqsim 111 bo'lgandan keyin buni biza cheksiz davr bo'lgan kasr ko'rinishda yozib olsakchi, buni ya'ni mahrajini faqat 9 dan iborat qilamiz. Buning uchun buni 9 ga ko'paytiraman, buni ham 9 ga ko'paytiraman. Shunda bu 60 taqsim 999 bo'ladi. Bu degani 0,063 davrda degani. Ana endi buni davrida 3 son ketavergandan keyin 0,63 dan davom etib ketgan. Xo'p, biza buni 100-sida qaysi turishini bilishimiz kerak. Agar 3 ketadigan bo'lsa, 3 ga karrali bo'lgani 33 ta mana shunday son yozilgan paytda, ya'ni 0,63 33 ta yozilgan paytda bu 99-siga boradi. Ya'ni 63 bu yozildi mana bu yerga. Bu mana bu yerdan boshlab sanab kelganda mana bunisi 99-son bo'ladi. Ana endi yana 0 dan boshlanadi. Mana 0'imiz 100-si bo'ladi. Demak, 0'imiz 100-sonimiz 0 bilan tugagan ekan. Bejavob.